Ikkinchi tur qandli diabet bu faqat tabletkalar va insulin inyeksiyalardan iborat emas. Organizmni qo'llab-quvvatlashi yana bir samarali usullardan biri tomchilar yordamida davolash terapiyasi hisoblanadi. Ular asosiy davolash o'rnini bosmaydi, lekin bemori holatini sezilarli darajada yaxshilab beradi. Qondagi qand uzoq vaqt yuqori bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlar, asab tolalari va ichki a'zolarda shikastlanishi kuzatiladi. Antioksidantlar, vitamin B guruhlari hamda alfa-lipovik kislotali tomchi muolajalari hujayralarda bu shikastlanishlardan himoya qiladi. Ular insulinga sezuvchanlikni oshiradi, qondagi glyukoza miqdorini pasaytirishga yordam beradi hamda diabetik neyropatiyada zararlangan asab tolalari tiklanishini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada oyoqlardagi uvishish, achishish va sanchishlar kamayadi. Bemorda quvvat ko'payadi, ya'ni umumiy holat tiklanishi yaxshi bo'ladi. Albatta, tomchi terapiya sehrli muolaja deyaolmayman, lekin to'g'ri ovqatlanish, belgilangan dorilar hamda qondagi qand nazorati bilan birgalikda bo'ladigan bo'lsa, sezilarli natijasini beradi. Sanatoriyamizda qandli diabet bilan kelgan bemorlarda bu holatlarda albatta ko'rib chiqamiz va har bir bemorga individual kompleks muolaja rejasini tuzamiz. Chunki qandli diabet kompleks yondashuvi talab qiladigan kasalliklardan biriga kiradi.